Xo'p, bizga mana hozir Blitz savollari kelgan ekan. Qani bitta o'qib ko'raylik. Eng yoqtirgan suyagingiz bormi? Xuddi sevimli farzandingizga o'xshagan. Savol zo'r. 206 ta suyak bor odamda. Qarang, har bir suyakning o'ziga yarasha vazifasi bor-da. Agar to'xtaladigan bo'lsam, dumg'aza suyagi derdim. Asosiy suyak bu eng oxirgi bosqichda parchalanadigan suyaklardan qatoriga kiradi. O'quvchingiz bergan savolga javob topolmay qolgan holat bo'lganmi? Bu vaziyatda nima qilgansiz? Bu albatta bo'lgan. Darsdan tashqari bir qiziqtiradigan savollar, ayniqsa biologiyada juda ko'p bo'ladi. Darsdan tashqari savollarni hozir emas, bu rasmiy va akademik vaqtida bermaydilar. Alohida javob beraman deb vaziyatdan chiqib ketganmiz bu yerdan. Keyingisi, albatta inson organizmidagi barcha organlar juda muhim va ahamiyatli. Lekin bittasini eng muhimi deb tanlash kerak bo'lsa, bu qaysi bo'lar edi sizningcha? Agar juda ham eng muhimi deb tanlaydigan bo'lsak, bu jigar derdik. Jigar bilasiz, insonda har taraflama o'zini vazifasidan va mehrli, lekin bitta taraf bor, og'riq sezmaydi-da, o'rda retseptorlari bor va uni ehtiyot qilishlik kerak bo'ladi. O'quvchilaringiz eng ko'p beradigan savollar qaysi? O'quvchilarim beradigan eng ko'p savol o'zi biologiya bizga nimaga kerak? Endi bu savolni men asosan hayot bilan bog'lab beraman. Kelajakda mana bunaqa bo'lasiz, o'zingiz uchun sog'lom turmush tarzi yaratasiz, atrofdagilaringizga va o'zingizga yaxshi qaraysiz, sog'lom turmush tarzi birinchi debochasi bu biologiya deb javob bergan bo'lardi. Oxirgisi ekan bu. Biologiya fanini bitta so'z bilan ta'riflash kerak bo'lsa, nima der edingiz? Demak, bu siz hayotimizni to'g'ri yo'lga qo'ya olmaymiz. Albatta biologiya har sohada, har bir qadamda, har bir joyda bu fanni bilishlik joiz. Qaysi bir sohada ketsak ham inson tabiatni, o'zligini, umuman qanday yaralganligi va jonzotlarning ham bu yerda o'z o'rni borligini bilish bu albatta biz uchun shart va bilishimiz kerak bo'ladigan joylari. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.